Birinchi joyda kada bosh murabbiy kelsa, o'zimni yordamchini olib keladi, o'zimni единомышленникni olib keladi. Bu hamma joyda shunaqa. Aytdim, men o'zimni единомышленникni olib keldim. Taklif bo'ldi, o'zim keldim, o'zimni единомышленник olib keldim. Abdullayev ham yoshni bilasizmi uni? 37 yosh. Тоже bu tempda intensivniy o'yinda u charchadi. Nagayev ham tez нападающий. Aytdim, shunaqa bo'lib qoldi, shu men o'yladim, shu Abdullayev charchadi, Nagayevga ishondim. Aytdim, shu Abdullayevni almashtirdim. Balkim ikkita нападающий o'ynash kerak edi. Bu sistemani сразу bu 4-4-2, допустим, тренировкаlarda biz отрабатывать qilmadik bu narsani. Aytdim, bu тоже balkim riskovать qilish kerak. No, Abdullayev ham, Nagayev ham tezkor нападающий. Bu Nagayev hali o'zini formada kelmadi. Aytdim, Abdullayev charchadi. Shuning uchun shunaqa zamina qildik. Kanotlar ham yaxshi futbolistlar bo'ladi, xudo xolisa. Hozircha bu sostavni men olmadim. Bu qanaqa sostav bor hozir, shunaqa sostav maksimalda ishlash kerak. Hatto bu birinchi kruggacha. Hamma bolalar harakat qilyapti, ko'rdingiz o'zingiz. Harakat qilyapti, допустим, Paxtakorning futbolistlar исполнительский мастерство bor. Hammada. Shuncha yil o'zim ishlagan, bilaman buni. Исполнительский мастерствоda nimasi yaxshi, nimasi yomon. Biz harakat qildik. Meni o'ylashimcha bolalar yaxshi o'ynadi. Qanaqadir momentlarda omad ham kelmadi. Qanaqadir momentlar качество futbolistlar bo'lishi kerak, исполнительский мастерство ham bo'lishi kerak. Hamma narsani to'g'ri qilyapti. Bu самый qiyin narsa golni urish kerak. Исполнять qilish kerak. Shuncha momentlar bo'ldi-ku. Допустим, meni o'ylashimcha, что Paxtakor bilan Metallurg bir xil momentlar bo'ldi. Futbol emotsionalniy o'yin. Futbol emotsionalniy o'yin, hakamlarga просто любой trener bo'lsa, shuncha mehnat qilyapti. Hozir просто ради интерес o'zingiz просто qarab oling birinchi golni. Birinchi gol. Просто o'zingizga qarab oling. Trenerlar mehnat qilyapti, futbolistlar mehnat qilyapti. Bu narsani balkim kvalifikatsiya yetishmaydi, balkim nimadir yetishmaydi. Men bilmayman. Men, допустим, men sudya emas, men inspektor emas, или там судейский komitetda emas. Men trenerman, men bolalar bilan ishlayapman, mehnat qilyapman. Bolalar ham mehnat qilyapti futbol o'ynashga. Atakuющий, mana bu intensivniy hozir mana bu Yevropada o'sha intensivniy atakuющий futbol o'ynashga biz harakat qilyapmiz. Bu просто qarasin, hamma odamlar qarasin. Men sudyaga вообще hech narsa gapirmadim. Просто aytdim, просто salpa qarash kerak. Balkim 50-50 momentlar bo'ladi. Shoma hamma xato qiladi. Futbolistlar ham xato qiladi, sudya ham xato qiladi. 50-50 bo'lsa xato qilsa mayli. 3 metr bo'lyapti, mana 2-1. Balkim bu offside ko'tarsa 1-1 bo'lardi. Просто sizga как masala primer bitta. O'zini ishni kvalifikatsiya, qarash kerak-ku тоже. Qanaqa shtrafni biza hamma aytibdi, nimaga O'zbekistonda futbol yo'q, nimaga futbolistlar yo'q, nimaga shunaqa. Salpa itaradi, shtrafnoy beradi. Salpa nimadir bo'lib qoladi, shtrafnoy. Intensivnost yo'qotadi-ku bu narsada. Yevropada qanaqa futbol o'ynaydi? Itaryapti-da. Oyoqga, допустим, podkatlar, mana shunaqa bu sariq kartochka. Единоборство bo'lish kerak-ku futbolda. Korpus, to'xtatyapti hamma o'yinni. Qanaqa u intensivniy futbol bo'ladi. Если salpa itarsa, ikkinchi shtrafnoy. Просто itaryapti, korpus bilan o'ynayapti, shtrafnoy beryapti. Ikkinchi gol.
Varatani oldida. Buni ham bilmadim, komissarlarmi, inspektorlar qarash kerak bu narsaga. Bu intensivnost yo'qotadi. Tim bo'ldi Varatani oldida. Просто mana shunaqa вот trenerlar mehnat qilyapti, bir hafta ishlaydi, допустим, o'yindan oldin trenirovka qilyapti, tushuntiryapti. Shunaqa bo'lish, meni o'ylashimcha bu yo'q shunaqa bo'lish kerak, yo'q shunaqa bo'lish kerak. Yo'q aytsin. Sapa itarsa, men svistok beraman, желтый beraman. Men tushunaman, patkat bo'lsa, patkat qanaqadir oyog'iga travmaga o'xshab nimadir bo'lib qolsa, даже 50 ga 50 bersin shtrafnoyni. Sariq kartochkani bersin. Bu единоборство bu futbol kontaktli o'yin bu. Bu shaxmat emas, shashka emas. Bu kontaktli vid.